Bu binodagi bemorlarning yotiqi turmidagi jinoyatchilarning kameridan farqlanmaydi. Kamerlarning hammasi to'mirdan yasalgan to'siqlar bilan etib etilgan bo'lib, hech bir karvat, ustal degandek turmush lozimatliklaridan asarmi yo'q edi. Faqat sudi laylab turgan qo'mish baxili bularning uxlaydigan joyida qilib turadi. Kamerlarga tizg'i kagidek sotilib ketgan bo'lib, hamma o'z halakchiligida qolgan edi. Ikkinchi qavatga chiqib aralashga boshladim. Do'stim hech uchraydigandek emas. 3, 4 qavatlarga chiqib boqmoqchi bo'lib maqdim. Lekin qerishqandek ustiga chiqadigan to'mir eshikka qulub selingan edi. Qo'limdagi ombir kulishlarni ishiltib, ming bir mushaqqatda aron qulubni cheqib ichib oldim. Ondan ustiga qarab menib 3-qavatni aralashga boshladim. Bu yer qop-qorong'i bo'lib, suv tomchisining yerga tushayotgan ovozlari anglanib turadi. Formining yanchiqida bir chaqmoq qo'limga cheliqdi. Shuni yondirib, asta-asta oldimga mengishga boshladim. Kamerdagi bemorlarning tangdan to'lisi yalang'och. Ba'zilari tomga qarab bir nimalarni deb yig'lasa, ba'zilari kulishyotdi. Yana bir bemor qo'lidagi yorni tatlab qon chiqarib, tomga bir nimalarni do yozmoqda edi. Bu yerdimi do'stim hech ko'rindigandek emas. Har bir kamerga inchiklik bilan diqqat qilib oralayotdim. Tuyuqsiz biri satchi qirab, to'mir to'siqdan qo'lini chiqarib, meni tortmoqchi bo'lib edi. O'zimni aram ib qochdim. Qarg'anda bu bek asabiylashib ketgandek qiladi. Uning bu turqi tushimdagi qonxo'r saranglardan hech farqi yo'q edi. Tirnoqlari o'sib ketibdi. Butun badani kir, ko'zining asli rangini farq etgili bo'lmaydi. Cho'nqur birni tinib elib, davomli oldimga qarab maqdim. Kamerlar tugab qolg'ilyotdi. Chaqmoqni yondirib, yana bir kamerning oldiga keldim. Bu kamerning derisidan tushgan yo'riqliq kamerning ichini bo'sh yo'rtib turgan bo'lib, biroq hech odam bordek qilmaydi. Asta bu kamer ichiga sinchilab zansilishga boshladi. Kamerdagi yo'riqlikdan xoli bir qorong'u bulungdan nihoyat bo'sh bir xil zaif ovozlar kelyotdi. Ular menga seni qo'yib etimiz degan. Ular meni qo'yib etmoqchi bo'lgan. Bu ovoz nihoyat tonishliq ovoz edi. Hey! Bu yoqqa chiq! U yana midir-sidir qilmay, bayonqi so'zni davomlashtirmoqda edi. Hey, o'lgur! Bu yoqqa chiqib, siz yuzingni menga ko'rsat. Tez! Sen menga ziyonkashlik qilmoqchi shundaqmi? Yo'q. Biz so'g'uqqonlik bilan paranglashaylik. Yo'riq chiqqan. Sen o'lgur ablaq ular bilan birlashib, menga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lding. U shundoq deginicha yopirilib kelib, yoqamga esildi. Uning burni yo'qtiradi. Eg'izining usti tarafi puchuq bo'lib, har bir gap qilgandagi holati odamni tomg'oqlari tushib qolg'ili qo'pqandek hissiyotga keltirib qo'yadi. Yerim yalang'och badallarining hech bir saq yerining tayini yo'q edi. U yana ochiqlab so'zini davomlashtirdi. Men xatolashib, bo'ri o'ziga kirib qopdiman. Bu dal yiliqi do'stimning ovozi edi. Men chaqmoqimni yiqib, uningga qaratdim. Sen qandoqsiga bu holga tushib qolding? Buni kim qildi? Sen. Bu nima deganing? Sen ular bilan bir shundaqmi? Yo'q. Bu ishlarni aniqlayapman. Meni nemishqa bu doktorxonaga tonishtirganding. Pul uchun. Vahimalik tajribaxonaning bayqilishi. Shundaq. Men yana pul uchun bularning doktorxonasiga to'xtamliq kirgan. Lekin bular mening miyamni operatsiya qilmoqchi bo'lyapti. Biz tuzgan to'xtamda undaq deb yo'q edi. U to'xtamay yig'lashga boshladi. Aytqina, nima to'xtam? Sen bilmaysan. Desammi tushunmaysan. Dadam o meni paralichi bo'lib, doktorxonaga kirib qolgan edi. Menga jiddiy pul lozim edi. Men bu doktorxonaning ishga jihatga xizmatchi qabul qilganligini bir do'stimning og'zidan anglab qoldim. Anglasam bu yerning maoshi bek yo'q ekan. Men bu xabarni o'qimagan kishi bo'lib, darhol bu doktorxonaning doktorxona boshlig'i bilan ko'rishib, agar odam lozim bo'lsa, o'zimning bu yerda ishlab qolgan borligini aytdim. Biroq mening kasbim mos kelmaydi ekan. Men doktorxona boshlig'iga aylanib yolvordim. Menga jiddiy pul lozim ekanligini aytdim. Lekin u, agar sen 3 kun ichida bizning shartimizga tushadigan doktor tepib beralsang,
10,000 yen berimiz. Dedi. Mening bu qapoq kallamda bularning o'lchimiga tushadigan to'y qilmagan odam faqat va faqat sen eding. Sening o do'sting nima deb bu ishga xabarni bilaligidek? O nima ish qiladi? O davlatning muhim bir organda ishlaydi. Biroq hozir u mushu doktorxonada. Kim? Ayda Siyoko. Nima? Sen onu tanımsa? Shundoq. Hammani qilgan oshi xunbar. U menga bu xabarni demagan bo'lsa, men bu yerdagilarni ikki qitim izlamagan bo'lardim. Sen yana bularni izdidingmi? Shundoq. Seni tunishtirishdan kelgan pulni dadamning davolashiga o'tkazib, yana pulni qo'yiga tushdim. U yerdan, bu yerdan qarizib yurib, birinchi qitimni operatsiyaga tushdiq pul hamlayalidim. Biroq doktorlar yana bir qitim operatsiya qilganligini aytganda, beshimdan tutun chiqib ketdi. O chaqda menda yana to'lagidek narik pul deysa. Shuni bilan men yana bir qitim doktorxona boshlig'ini izlab tepib, yana odam lozim bo'lsa, tunishtirib beradiganligimni aytdim. Lekin u menga bizga odam lozim emas. Agar xohlasang, doktorxonamizning bir tajriba plani bor. Shuningga qatnashsang, sana ko'p pul beramiz degan javobni berdi. Bu gapni anglab, olam chuqish bo'lib ketdim. Shuning bilan oldiganini surishtirib o'ltirmayla, bu kelishimnomaga imzo qo'ydim. Kelishimnomada agarda men tajriba planiga qatnashsamla, dadamning butun davolanish chiqimini bu doktorxona ko'taradigan bo'lgan bo'lib, tajriba mazmuni mundaq edi. Men bularning turli psixik sinovlarga qatnashadigan, meni 2 oy saranglarning orasiga kirgizib, mendagi o'zgarishni ko'rsatadigan bo'lishgan edi. Yana saranglarning davolashini qabul qiladigan bo'lgan edim. Bu sinovlar menga nisbatan hech qancha gap emas edi albatta. Shu chaqda dadamning salomatligi uchun buningdan nechasi ig'ir sinovlar bo'lsa-mu qabul qilgan bo'ladi. Biroq men kelishimnomaga imzo qo'ygandan keyin ish meni o'ylaganimdek bo'lmay qoldi. Men ilgari Aydasi Yokodan bu yerda odam o'zgartish tajribasi ishlanganligini anglagan edim. Nima? Bu meni tunishtirishdan burungi gapmi, keyingi gapmi? Albatta burungi gaplar. Bu xumpar degini. Keyin qandoq bo'ldi? Meni bu yerga bilib turib kirgizibsa, ondan keyin o'zingmi tajribaga qatnashtirilganligini bilib turib bu yerga kirdingmi? Kelishimnomada u tajribaga qatnashtirilganning gapi yo'qdi. Shunga men xotirjam bo'lgan. Biroq bir nuqtaga sal qarabdim. Ular kelishimnomada saranglar qatnashadigan tajribaga qatnashtiriladi deb yozilgan bo'lib, bu yerdagi hamma sarangni odam o'zgartish tajribasiga qatnashtiradiganini men na'dim bilay. Qarab bo'lib ketgan turqimni. Ular endi mening mengamni operatsiya qilmoqchi bo'lyapti. Bilamsan, mengamni operatsiya qilsa, o'zimning asli vaslini unutib, saranglardek nechasi qo'rqinish qilib ketar ekanman. O, shundoq degash, to'xtamay yig'laydi. Aydasi Yoko hozir nerede? Tajribaxonada. Tajribaxona nega selingan? Mushu binoning tagida. Yana bir uchi dori elish uyining tagiga tutishidi. Xotirjam bo'l. Men seni bu yerdan cho'qim ep chiqib ketaman. Unda qilmaysiz, Adachi Ayumi doktor. Tuyuqsiz, uning keynida chochlari chuvilgan oq kiyimlik bir ayol paydo bo'ldi. Siz? O, asta menib deraza oldidagi yo'riq bir o'ringa kelib to'xtadi. Ayumi doktor? Siz bu yerda bo'lmasligingiz kerak. Tez keting. Ular sizni qandoq tepib oldi? Biz ularning kuchini salchaqlab qaptimiz. Ular sizni bayqab kelishdan burun darhol bu binodan ayriling. Bo'lmasa Ayami doktor. Ayami doktor. O, asta mendan yiroqlashib, qorong'ulik ichiga kirib ketdi. Sen endi bu yerdan ayrilanmaysan. Ular seni allburun tanlab bo'lgan. Bularning hammasi oldin planlangan o'yin xolos. Maymun o'ynatish o'yini. Biz hammamiz o'lib ketamiz. Hammamiz. Do'stim, shundoq deginicha talvilachi kulishga boshladi. Juvaynimak, qaytib kel. Qaytib kel. Umu bora mendan yiroqlashib, ko'z oldimdan g'oyib bo'lgan edi. Kallamni silkib etib, darhol birinchi qavatga qarab chopdim. Bu yerda suv tortayotgan bo'g'ashqa yiliq tajribaxonaning kirish eg'izini tepish mumkin emas edi. Amdiki birdan bir amal dori elish uyini izlab beqish bo'lib, u yerga bordim. U yerda bizga dori okul taqtidiganlardan birisi
aldirash dori ratlayotgan bo'lib, yana birsi dori ratlab o'ltirgan ekan. Bir yoqiga mökib turib, yiliqi kirish eg'izni tepish uchun zan silishga boshladim. Yerda hech bir qopqoqdek narsa ko'zimga cheliqmadi. Yiliqi do'stim meni aldab qo'ydimi? Shu xiyollar bilan tursam, dori ratlayotgan doktor bir talay dori okul tayyor qilibla ichidagi uyga kirib ketdi. Xeyli uzun saqlagan bo'lsam-mu, qaytib chiqmadi. Buncha jiq dorini u uyga kirib ketib, nima qildigandi? Bu uyga bo'lgan gumonim eshib bormoqda edi. Yiliqi hisobotchi diqqat qilmagan fursatda uyga kirib oldim. Qiziq. Bu xeyli zamonaviy ishxona bo'lib, boshqa ishxonalardan alohida farqlanib turadi. Xeyli hapilishibmi, yer ostiga tutishadigan birer eg'iz yoki kamar degandek narsalarni uchirta olmadi. Yiliqi do'stim degan ablahni natchini tillab, krasloning keyniga kirib yotdim. Bu yerda qancha uzun yotqinimni bilmayman. Pat-pat sirtkilarning gaplarima qulqimga kirib turadi. Birisining deyishicha, men bu yerdan qechibdimishman. Hozir mening izderkimni qilib etibdimish. Sirtda odamlar bir avib, bir oziyib degandek meni texmo sarosimiga selib-atadi. Agar meni bayqab qolsa, tugashkinim shu. Beshimni sangilab qolgan perdining orasiga tiqib, texmo tugilib yetib oldim. Yuragim o'zimga anglangudek so'qib, bu yerga kirganimga ming pushaymonlarni qilib o'lgirgan edim. Yiliqi dori taqitishga mas'ul doktor bu yerdan uchib chiqib ketmagan bo'g'aydi. Do'stim meni aldimigan. U cho'qim musho ishxonadan yiliqi tajribaxonaga tushib ketgan. Bir chog'da eshik ochilgandek bo'lib, yiliqi dori elib kirib ketgan doktor osmondan tushgandekla bu ishxonada paydo bo'lib, bir narsalarni xotirlab bo'lgandan keyin chiqib ketib, sirtdagi eshiklarni taqovatgandek qiladi. Shundoq qilib, bu yerda bir kechini o'tkazmakdan boshqa amalimni qolmagan edi. Ularning shapsi to'liq yutgandan keyin bu yana texmo inchiklik bilan oqtirishga boshladi. Lekin yiliqi doktor zodi nadin kirib chiqdi. O'ylaverib, beshim yerilib ketgudek bo'ldi. Shu orliqda bekor o'ltirgicha bularning dori-o'qillarini tekshirib beqish niyati keldi. Tekshirish jarayonida ondan hozirgacha anglayotganlarimning hammasiga ishondim. Bularning bemorlarga ishlatayotgan dori-o'qillarining tarkibida zo'r miqdorda alyumin oksid va alyumin tuzi bor bo'lib chiqdi. Alyuminning teshib o'tish iqtidori eng yuqori bo'lib, miya qatlamini bosib kirib, nervlarga ta'sir qiladi. Bular odamning asli saqlash iqtidorini zo'r darajada chekindirib, vaqtning uzdirishiga agishib, aqliy iqtidori va tafakkurini tuvaltib etadi. Yana bir muncha g'ayriy alomatlarni keltirib chiqaradi. G'azabim texmo o'rlashga boshladi. Yuragimning bir yerlarida bularning odam tajribasini qandoq ishlaydiganligini ko'rib beqish istiki, texmo avish elvatadi. Bayamqi zamonaviy ishxonaga qaytib kirdi. Tomlarga urib baqdim, tepib baqdim. Yanala hech qanday bayqashga erishalmagandan keyin ustalning oldidagi o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Ustalda bir qadimki fasonda yasalgan motosiklet modeli turadi. Qiziqsinib qo'limga olay desam, mahkam o'rinlashtirib yotgandek qiladi. Qanday qildimkin, hapilishib yurib, bir chog'da qarasam, kitob ishkobi surilib, yer ostiga tutishadigan bir peshtax paydo bo'ldi. O'z xushalliklarim ichimga sig'may ketib boradi. Asli bu motosiklet modelini yerim bursa, kitob ishkobi surildigan emasmi? Vahimlik tajribaxonadagi mushkulotlar. Palampayni bo'ylab yiliqi uyga tushdim. Bu yer shunchalik qorong'u ekanki, xuddi jahondagi barliq qorong'ulikning hammasi mushu yerga jamlangandeklar. Chaqmoq yondirib, davomli mengib yerning tagiga tushdim. Ancha yiroq bo'lmagan joyda bir qator chiroqlar xira yinib turadi. Chiroq bor tarafga yaqinlashgan sari xuddi do'yning o'ziga kirib qolgandek qartildigan ovozlar anglanib, yuragim chiqib ketayli deb qilyotdi. Bu bir uzun koridor bo'lib, koridorning ikki tarafidagi temir qafasda bir muncha odamlar solangan edi. Ovoz chiqarib qo'ymaslik uchun putimning uchida qattiq ehtiyot bilan mangdim. Shu orliqda bu qafasdagi odamlarga diqqat qilyapman. Ana, bularning badani va putqoli darajadan tashqari yo'q. Xuddi odamlarning cho'ngaytilgan nusxasideklar. Bular qafasda bahramon uxlashyotdi. Bularning ichidan Ayda Siyokoni izlayapman. Sen nada? Darhol chiqib menga gap qilsang-chi. Nalada yurdigansan? Oldimda qip-qizil uzun nurlar teptinish turadi. Shularning ichiga kirib, davomli ilgirlayapman. Tuyuqsiz signal ovozi anglandi. Qo'rqib to'lab soldim. Men
bularning cheklangan rayoniga kirib qolgandek qiladi. Jiddiy ogohlantirish signal chelinishi bilan tan qafasda qizil nurlar ovushqa boshlagan edi. Azbiray xudo. Bular qafasdagi odamlarning ko'zikan emasmi? Aydasiyukoning ko'zidan xilila cho'ng ham yo'q. Tuyuqsiz barliq chiroqlar yondirildi. Jiddiychilikda nukidigan joy topolmay o'tadi. Birinchi guruh A rayonni, ikkinchi guruh B rayonni tekshiringlar. Biroq gumonliq ahvol bayqisanglar, darhol xabar yetkazinglar. Ular shundoq degash atrofni oqtirishga boshladi. Men bo'lsam bir tok sanduqining kayniga mukib olgan edi. Ular yinimdan ketganda bu sanduqni ichib, toklarni o'chirgili bo'lsa, o'chirib etmoqchi bo'ldim. Biroq har qancha apilishibmi ocha olmadi. Bir noma'lum odam bizning Osulaxon rayoniga so'qinib kirib olibdi. Darhol A rayonga kelinglar. Cho'ng yangratqudan chiqqan bu ovozni anglab, put-qo'limda jon qolmagan edi. Ular meni qandoq payqab qolgandi? To'g'ri. Telekamera. Ko'zimga chiliqqanligi telekamerani chiqib, boya ular kelgan tarafga qarab menishga boshladi. Bir uyda birisi jiddiylashgunicha kuzatish ekraniga qarab o'tiradi. Qaraganda hamma qafaslarning tizgini mush yerga o'rlashgan bo'lsa kerak. U ishni etib olgan bo'lib, darizlari po'lat keshak bilan qoplab etilgan edi. Men bu yerda davomli turaversam, tugashkinim shu. Balkim ular mening bu yerga kelib bo'lganligimni allaqachon bilib bo'lishdi. Qanday qilish kerak? Odil kelgan yerga qarab qochdim. Bir chaqda bularning tajribaxonasining qishig'i kelib qopdim. Bu yerda bir muncha odam pochilari turadi. Yana bir muncha jasadlar. Men eshikni urib chiqib, ichiga kirib oldim. Chunki vayamqa ablahlar menga yiqilib kelayotgan edi. Ular ichiga kirib, meni birdam izlagandan keyin orasidagi biri boshqalarga buyruq qildi. Darhol jasadning birini tirildirib, tajribaxonaning ichiga qo'yib berib, ishni etib etinglar. U odam ekan yoki arvoh ekan, bir ko'rib boqay. Qancha qaramati bo'lsa-mu, atiyingicha bu yerdan sog'-salomat chiqib ketilishi mumkin emas. Uning gapi tugishi bilanla ikkisi kelib, yerga dövlab qo'yilgan jasaddan birini operatsiya karvatiga oldida badaniga uskuni chetib, mengisiga bir xil suyuqlikni mangdirishga boshladi. Men bek qo'rqib ketgachga, putim dori sanduqiga tegib ketib, bayqilib qoldi. Tez kelinglar, u bu yerda ekan. Ular asta-asta men tarafga kelishga boshladi. Qarasam, yaqin yerda jasad to'shiydigan harvi turadi. Beribla u harvini ittargancha udul kelganlarni so'qib, tajribaxondan qechib chiqib oldi. Hosirab hömedab yurib, bayam kelgan o'rnimga kelib qopdim. Qarasam, kuzatish uyining eshigi qiyo ochiq turadi. Uyda odam yo'q. Ichiga kiribla barliq qafaslarning eshigini ichib etdim. Shu qalaymaqonchiliklardan foydalanib qechib chiqib olmoqchi edim. Nerdikini? Sirtqa chiqishimga qafasdan chiqqan yovuz odamlar menga yopirilib kelib, xiris qilmoqchi bo'lishdi. Bayamqa ablahlarmi allaqachon orqamdan kelib bo'lgan bo'lib, ularmi o'zining jinini elib qetish ko'yda meni qo'g'lashni qo'yib, bo'rining oldidagi to'shqanda kayniga qarab qetishga boshladi. Bu vahimalik ovozliq asarning davomini anglamoqchi bo'lsangiz, ular bayamqa kuzatish uyiga kirib olmoqchi bo'lishgan edi. Beribla ularni ittirib etib, eshikni ichidan etib oldim. Shukri. Hanim bo'lsa, yugurish suritim xeyli tezgan. Bu ablahlarning holini derizdan ko'rib turib o'tatdim. Bir to'p qovul yirtqish odamlar ularni besib elib, xuddi tushimda ko'rgandeklar, ish bag'irlarini sug'urishib oldida mazza bilan chaynab, birdamdil yo'g'ishtirib bo'ldi. Qolganlarning ahvoli kuzatish ekranida ko'rinib turadi. Tajribaxona ichida bayam qilib qolgan 5 nafar yiqilib qo'pib yurib, sirtiga qechib chiqib olgan edi. Kaynidullah beshining yerim yo'q bir jasad ularni qo'g'lab chiqdi. Shuning bilan u ablahlar paloqishib yurib, bu tarafdagi yovuz odamlar to'pi bilan uchrashib kelib, nega qechishni bilolmay, bir bo'longa kirib, tugilib olishgan edi. Afsus. Yovuz odamlar bularni birma-bir tortib elib, eliqqa qo'g'lab kelgan jasad bilan qo'shib, yeb tugitishdi. Meni qo'g'lab kelishgan yovuzlar men bor uyga kirish uchun eshik derizlarga o'zini etib, meni yeyish uchun harakat qilishyotdi. Biroq derizda po'lat to'siq bor. Eshikmi bek mustahkam bo'lg'ashqa, birdam xiris qilib beqib, asta to'xtab qolishdi. Ekronni kuzatishga boshladi. Ular tajribaxonaga kirib, bayonqa odam parchalari bilan qalaymaqon tashlanib qo'yilgan jasadlarni pak-pakiz yeb bo'lgandan keyin, yana yeydigan oziq izlab,
Men kirgan dorixona tarafga yurishga boshladi. Ekranga shuncha sinchilab qarayotgan bo'lsam-mu, lekin Ayda Siyoko ularning orasida ko'rinmayotdi. Bu bayonqi jasadlarning orasidami o'yi? Nima deb oyim yaxshi diqqat qilmagan bo'lg'aydi. Ishlarning bag'ancha yo'nab ketganligidan andish qilib, o'zimni ayblashga boshladim. Yovuzlar to'pi bu cho'ng tajribaxona rayonida timsiqlab yurishadi. Bir narsalarni izlaydi. Balkim yana yeydiganga oziq izlayvasi kerak. Bir chaqda ko'zim uyquga ketibdi. Uyg'ongan cheg'imda qarasam, tomdagi soat atdigan soat 9 ni ko'rsatib turadi. Allaqachon xizmat kutishadigan vaqt bo'lib ketibdi. Chaqmoq tezligida oqshom yuz bergan ishlar kallamga kelib, o'rnimdan chachirab turib ketdim. Ekranga qarasam, ya u yovuzlardan, ya boshqa odamlardan asar yo'q. Bu yerda tugilib yetib, yana bir kecha kunduzni o'tkazdim. Qo'rsqim ichib, hech holim qolmayotdi. Bu yer xuddi menga yolg'iz qolgandek, shundoq tinish bo'lib, tajriba soymallari. Yana to'mir tasaklardan sirt, mendan boshqa hech qanday jonliq qolmagan edi. Oxiri chidamay, mag'dursiz tallarimni so'rab, bu yerdan chiqmoqchi bo'lib mangdim. Har bir qadam olganda yuragim birpaslab ketgandek bo'ladi. Tishimni tishlab mengib, dorixonaga tutishadigan peshtoqning oldiga kelib, birdam ahvol kuzatdim. Hamma shundoq tinish. Asta-asta ustiga chiqishga boshladim. Ustima o'xshash ko'rtim tasliqdi. Dorixonaga chiqqanda qonga bo'yilib ketgan yer ustida bir muncha oshqushlar chechilib yotadi. Bu yerni shuncha oqtiribmi, yeydigan bir narsa topolmadi. Sirtqa chiqqan cheg'imda xuddi vaqt to'xtab qolgandek, yerdagi qonlardan boshqa hech qanday jonliqdan asar qolmagandek qiladi. Bu yovuzlar bu doktorxonadagilarning hammasini yeb tugitib o'tganmidi? Hamsa ular zodi nega ketdi? Sirtqa chiqib ketdimi o'yi? Shu xiyollar bilan turatdim. Tuyuqsiz o o'lgir yovuzlar taraf-tarafdan paydo bo'lib, meni qo'g'lashga boshladi. Odam bormi? Qutuldiringlar! Odam bormi? Biroq bu yerda o'zimdan boshqa menga yordam qildigan birasimi bordek qilmaydi. Tuyuqsiz ular menga yetishib olib, orasiga elib olishdi. Men yerda yotgan peti ko'zimni ching yumib oldim. Hozir menga o'limdan boshqa yo'l qolmagan edi. Dal shu paytda tuyuqsiz bir qo'l muramdan qamollab tutgancha bir sakrab bu yovuzlar to'pidan chiqib ketdi. Bu dal Ayda Siyoko edi. Badanining cho'ng kichikligi bu yovuzlardan ancha farqlanmaydi. Boshqa yovuzlar amdilikda ikkimizni qo'g'lashga boshladi. Ular mendek bir tayyor o'ljini hamroyining o'ngchi tortib olganligidan norozi bo'lishgandek qiladi. Men bir eg'iz gap qilishqimni ulgurmay, u meni opiribla mudiriyat binosining ishigidan ichiga solib etibla g'oyib bo'ldi. Bu yer odam dengiziga aylangan bo'lib, barliq xizmatdoshlarim mushu yerda ekan. Ular menga yavatgudek sat qarashib, bir nimalarni deyishyotdi. Bir amalli qo'g'dig'ichi meni aygashtirib, ustiga ep chiqdi. Ondan doktorxona boshlig'ining ishkini chekib, ijozat olgandan keyin meni ichiga akirib qo'yib chiqib ketdi. Kutilmagan taqdir. Qani o'ltiring Adaji Ayomi apandi. Doktorxona boshlig'i degan yiligar tulkining bu pozitsiyasi menga yoqmadi. Senlar bir muncha begunohlarning xun qarziga bo'g'ilib ketdim. Senlar bir hayvon! Hayvon! O chiroyini o'zgartmay o'ltiradi. Muhobbizatchini urib, qanchalik harlandirib atdingiz. Bu gapidan uning meni burilib paylab bo'lganligini bildim. Bek titrab ketibsiz-ku. Saqt sezim bo'lyapti-da. Necha kun tomoq yemagashga badallarim holsizlanib, yuragim eg'ib ketib boradi. Ancha emas. Bu chaqda dariza sirtida Ayda Siyoko paydo bo'ldi. Ondan qon tomchib turgan qo'lida deriza aynikiga bir narsalarni yozmoqda edi. Tez qoch, ular seni o'ltirib etadi. Bilaman. Ahvolingiz texmi nacharlashyapti. Oyomi doktor, menga tajriba to'g'rilib, nurg'un gaplarni dabberdi. O bilandi ekan. Bu qachon qish? Texi bir hafta burun. O'ylayotganingizni rost emasligini bilaman. Lekin saqt sezimingiz men o'ylagandim pek eg'ir ishkanjimi? U yana menga senlarning tomiqimga dori aralashtirayotganligini so'zlab berdi. Nervingizni kartdan chiqargan dorilarni yemidingiz. Amaliyotda sizda hech qanday ish yo'q. Amsi bu nemish? Annangni. Bu nemish deyman?
Chunki sizga dori berishni to'xtatgan. Dorini to'xtatgan? Nima dorini to'xtatgan? Xlorliq azot tabletkasi turidagi dorilarni dori ta'siriga ancha ishlab ketmayman. Ammo shuni demasam bo'lmaydiki, sizning holatingiz. Xlorliq nima tabletkasi? Xlorliq azot tabletkasi? Siz bu yerga kelgandan beri izchil bu dorini yeb kelayotgan edingiz. 2 yildan beri sen tamıqimga dori silib yegizdingmi? Tamaqingizga emas. Siz ayrim ichib kelayotgan. Siz mush yerda turayotgani endi tig'i saq 2 hafta bo'ldi. Siz mush yerning bemori. Yo'q. Doktorxona boshlig'i. Siz texi meni o'zimning sarang ekanligiga ishontirmoqchimi? O'zingizning kimga qora choplayotganligingizni bilamsiz. Men degan doktor sarang emas. Ha, mana bu sizning tunji diagnoz yetibingizning ko'paytirilgan nusxasi. O, shundoq degash, menga bir jadval tangladi. Ondan uning qo'lidagi jadvalni olmayla, uning gaplariga diqqat qilishga boshladi. Bemorlar yotquga bostirib kirib, do'stingizning mavjudligini isbotlamoqchi bo'lgan edingiz. Agar siz qaytib ketsangiz, bu sachlikni yeyib bitasiz. Bo'ldi bas, to'xtang. Lekin siz nima ishqa? Lekin buni izchil ko'rib boqadigan vaqtingiz chiqmadi. Mana, hozir ko'rib beqing. O, shundoq degash, yana bir qitim diagnoz jadvalini menga sundi. Diagnoz qog'oziga mundoq deb yozilgan edi. Bemor alohida aqlliq. Ilgari Tokio universitetining axborot kasbini a'lo natija bilan bitirgan. Keyin bosh sotchini o'ltirib atgan. Asabiylik xohishi bor. O'zining qilmishiga qilch to'g'ri qilmagan. Chunki u o'zining shuncha bema'ni jinoyat o'tkazganligini inkor qiladi. O'zining amaliy ish harakati uning amaliyotga yuzlanishiga to'sqinlik qiladi. Bu quruq gaplaringni opirib, xotin bolalaringga o'qitma. Har qaysingdan joq to'ydim. Mening do'stimni nima qilishdim? Yana aydasi yo'q-ku. Ayami doktor. Ularni tappa. Sizga mundaqli tushundiray. Qiz do'stingizning ismi Ayami edi. Shundaqmi? Qiz do'stimni tilga ilishingga ruxsat yo'q. Lekin tilga olmasam bo'lmaydi-da. Bo'pti. Biroq bir ishni askartib qo'yay. Siz izlayotgan do'stingiz mavjud emas. O do'stingiz dal o'zingiz shu. Kallam qaymi qutla qoldi. Quruq gap. 2 hafta ilgari sot sizni bu yerga avatgan. Gunohingiz pek ig'ir bo'lg'ashqa, o'zingizni qat'iy kechira olmadingiz. Shunlashqa yana bir o'zingizni to'qib chiqardingiz. Gapni ochiq qil. Bo'ladi. Siz g'oyibdan bir hikoya to'qidingiz. Uningda siz qotil emas, balki bir istiqbolli doktor, ya'ni insoniyatning qutqazuvchisi. Siz bu doktorxonaga alohida taklif bilan qobiliyatingizga tayinib kelgan hamda bir suiqasdni bayqadingiz. Shunga biz sizga aytib bergan barliq ishlarni, o'zingizning salohiyati, qilmish atmishlaringizning hammasini yolg'on deb o'ylayapsiz. Men degan doktor, a'dochi Ayumi doktor. Bu siranglarcha gapingizni anglag'ili to'p-to'g'ri ish kapti bo'ldi. Har bir inchik nuqtalarni bilaman. O, o'rindiqqa kelib o'ltirdi. Shu orliqda Ayda Suyukoni izlab deraza qishiga keldi. Bu chaqda uning derazaga yozgan xatlari allaqachon o'chib ketgan bo'lib, sirtda yomg'ir yig'ayotgandek qiladi. Past tarafda yomg'irlik kiyim kiygan bir muncha kishilar aldirash u yoq bu yoqqa menib yurishmoqda edi. Fursatdan foydalanib, uning yeniga esib olgan qurolni elib oldi. "Tura qayri, tez boshqalar xabar qil. Liqmay qochlangan mashinadan birini binoning oldiga akasin. Sen meni bu nas bosqor tog'dan tushirib qo'ygandan keyin ondan erkinlik chiqsan." O'zingizni besibilan a'dochi Ayumi apandi. Qo'lingizdagi yolg'on qurol. U texcha shuncha tamkin holatda so'zlayotdi. "Nima? Ajibo sen balang o'ynaydigan topanchini yiningga esib yurasanmi?" Uning mengisiga challab turib, 2 poy o'q otdim. Biroq bu qurol rostli yolg'on bo'lib, qo'limda sinib ketdi. "Annangni sen gapimni quloq solib angla." U shundoq degash qalamini elib bir qog'ozga ism yozishga boshladi. "A'dochi Ayumi apandim, siz bu ismlardan biror bog'lanishning borligini his qila oladingizmi? A'dochi Ayumi, Aizawa Ayami. Qara, bu yerda faqat ikkilarning ismidagi birla harf o'xshamaydi. Ya'ni kelib familiyalarmi yaqin. Sen nima demoqchi?" Shundoq.
Ayzawa Ayami doktor, sizning navrisingizsiz. Jo'ylama. O ilgari bizning doktorxonaning istiqbolli doktori edi. Bir qitimli hodisada o qotillik jinoyati bilan ayblanib 15 yillik kesilib ketdi. Sen meni sarangchaqlab qoldingmi? Men sizning bunday sarangchi qiliqlaringizni jaqtoydim. Siz qachongacha o'zingizni aldab o'tsiz? Gapimga quloq soling. Uningga jinoyat hukm qilgan kishi boshqa bir bo'lmasdan Tokyo shahridagi ma'lum sud mahkamasining bosh sudchisi Adachi Tellang apandi. Ya'ni dal sizning dadingiz. Siz singlingizga bak amroq edingiz. Biroq dadingiz unda qaramaydi. Uning qiyin enisi Aizawa Yuan ilgari dadingizni bak hurmatlaydi. Ham ikki oila kishilari bak yaqin o'tadi. Sizlarning jamoat orasida qudilishish odati eg'ir bo'lib, siz tug'ilganda tag'ingiz agar qiz farzandlik bo'lib qolsa, ismini cho'qim Ayumining ismiga yaqin qilib, Ayami qo'yma. Ular xudo qo'shgan bir juftlar bo'lib, cho'ng bo'lganda bir jamoat kishilari quda bo'lishib, avloddan avlodga gullab yashnag'aymiz deb va'da qilgan edi. Shunda qilib, u degandek qizining ismini Ayami qo'ydi. Biroq bunday osoyishlik kunlar uzunga bormadi. Dadingiz opangiz bilan chiqishamay, doim jadalishda yuratdi. U doim opangizni uratdi. Shunga chiqitim qiyin enisi bilan qistirishib qolgan. Hatto bir qancha qitim mushk ko'tarishgan. Keyin ota-onangiz ajrashib ketib, siz dadingizga qoldingiz. Shu chaqlardan boshlab dadingizga bo'lgan o'shmanlik uruqi sabiy ko'nglingizni baqsurishga boshladi. Biroq u nima degan bilan dadingizdan bo'lganlik uchun oshkorlamaydingiz. Oshkorlagan taqdirdami hech qanday ishni o'zgartirolmaydingiz. Keyin dadingiz bir xotin oldi. U bak hazazul, sizni doim chetga qo'yatdi. Siz bularning hammasini dadingizni ko'rib, o'gay onangiz har bir dadingizga ozor bergan chaqda qalbingizdagi dadingizga bo'lgan o'shmanlik o'ti bir ulg'iyatdi. Keyin asta-asta cho'ng bo'lishga boshladingiz. Boshqa bolalarning ota-onasi bilan xo'shal o'ynab yurganligini ko'rgan chog'ingizda yuragingiz mo'jilishga boshlaydi. Dadingizning xizmati oldirash bo'lib, sizga qarashga vaqti yo'q edi. Shu chog'larda siz doim opangizning qishiga berib oladingiz. Opangiz xili uzoqcha to'y qilmay, enisining uyida turdi. Shu jarayonda siz Ayami bilan bir tuqqandek bo'lib ketgan edingiz. Keyin dadingizning eng o'ch ishining biri yuz berib, qiyin enisiga tish-tirnog'igacha o'sh bo'lib ketdi. U bo'lsa-mu Ayamining dadasi qari jamiyatning katta beshi bo'lgan edi. Bir qitim uning sho'rkalari fuqishmay, dadingizning ikki o'gay bolasini urib qo'yibdi. Shuning bilan buningdan texmi qo'rsoq ko'pik tatgan dadingiz ichida xumsaqlab yurdi. Bir qitim Ayami doktor bir ruhiy kasal bemorning tutqoqlik kasali tutib qolganda fuqishmay xato ukol sep qo'yib, o'lib ketishiga sababchi bo'lib, da'voga tushib qoldi. Bu delo dadingizning oldiga borganda, necha yilning yoqi bu oilaga qo'rsoq ko'pik tatib kelgan dadingiz qarlug'uchi va oqlug'uchi advokatlar bilan tilini bir qilib bilib, uni 15 yillik so'litib etdi. Siz buningdan xabar topgandan keyin ichingizdagi 10 necha yillik hissiy o'shmanlik biroqla oshkorlanib, bir kuni kechda dadingizni o'ldirib etdingiz. O'zingizning insoniyatning tabiatiga xilop o'tkazib solgan bu qabih jinoyatingiz uchun reallikdan o'zingizni qochirib keldingiz. Doktorxonamizning uni qo'lab qololmaganligiga qattiq ochiqingiz keldi. O'zingizning yolg'izligini yoshirish uchun bir hikoya to'qib chiqdingiz. Hamda bizni ruhlarga bildingiz. Sizning hikoyangiz bo'yicha ilib aytganda, doktorxonamiz shakli o'zgargan anatomiya tajribaxonasi edi. Siz o'zingizning doktori Aida Siyoko'ga bak o'sh bo'lganingiz uchun kunda uni ko'rib turishdan bezor bo'lib, maymunga o'zgartirib etilgan sarangning rolini berib, shu orqali qalbingizdagi unga bo'lgan o'shmanligingizni yoshirdingiz. Iliqda bemor Ayami doktorning sahar okulida o'lib qolganlik uchun doktorxonamizning bir okulariga bakteriyadan o'zgartirilgan jonivor ovozi sifatida muomala qildingiz. Ayami doktor har vaqt tushingizda sizni qiynaydi. Sizdan o'zini qutqarishni o'tinatdi. Shunga xayolingizdagi unga menga yuyish doktorining rolini berib, hukumatimiz va doktorxonamizning bank ishlarni birlikda kuchlarni yo'qotish tizimiga qatorga kirgizib, izchil uni oqlab keldingiz. Shundaqla doktorxonamizning unga ziyonkashlik qilgan dushmanlik his qilib, hikoyangizni atrofingizdagilarga so'zlab berdingiz. Yo'q, sen meni aldayapsan. Bo'ldi, o'zingizni tutib oling. Adachi apandi, o'zingizni erkin qo'yib eting. Men uning ustiga qarasam, Aida Siyoko ayni vaqtida gapini qilgan Shijiang Silangning mamlakat tarafga o'tkazib bergan anatomiya doktorati turibdi. Qara, undaqda bu anatomiya
anatomiya doktorlarini qanday tushundirsan? Bu doktorimizning musobaqaga qilgan Yaponiya 731 qism samoviy adabiyot nomli kitob. Bu hargiz bu Şijan Sinanning ilgari olib tarafga avat bergan anatomiya doklati emas. Ya'ni kelib siz doktorimizga doktor sifatida emas, ruhiy kasal sifatida 36 xil tekshirishdan o'tib kirgan. Men sizning o'zingizning xiyoliy dunyoningizda yashashingizni to'liq bilaman. Lekin siz bir asabiylikdan bemor, boshqalarga qat'iy o'xshamaysiz. Barliq doktorlarni o'zingizning dushmanidek ko'rasiz. Aydas yo'q doktor, shikoyatchilar sizga almashtirib berilgan 6-doktor. Siz doim boshqa doktorlarga sevgishlik qilardingiz, yaxlattirdingiz. Yana undan boshqa siz doktorxonamizdagi nurg'un parvarishchilarga ham amalli qo'g'dug'ichilarga hujum qilib baqqan. Necha kunning oldida bir muhofizatchini qaltak bilan bek qattiq urayotganligingiz uchun menga sizga qon tushibdi. Buningga doktorxonamiz taqat qilib turamadi. Kelinglar, bemorni olib chiqib, yotqiga akirib qo'yinglar. Bir tush ko'rdim. Tushimda men oliy maktabni a'lo natija bilan bitkizib, kichikimdan tortib osrab, yaxshi ko'rib kelayotgan o'moq navri singlim bilan to'y qilishga bitishdim. Bu chog'dagi xushalligimni til bilan tasvirlab bera olmayman. Onammi xushal bo'lib, tog'am bilan ikkimizning to'yiga tutish qilyotdi. Bizning rayonimizda tog'amning gapi gap bo'lib, tog'am to'yimizni Tokio bo'yicha eng katta qilib o'tkazib bermoqchi bo'lgan edi. Shu baxtli kunlarimning birida navri singlim doktorxonasidagi bir ruhiy kasal bemoriga xato ukol silib qo'yib 15 yil kesilib ketdi. Dadam tog'amlarga o'sh bo'g'ashqa navri singlimga ziyonkashlik qilib, uni uzun yil turmada yetishga mahkum qildi. Shu kuni kechda ochiqimda berib, o'gay opamning oldida dadamga pichoq tiqib o'ltirib etdim. Adachi Ayumi apandim, o'rningizdan turing. Doktorxona boshlig'i sizni yo'qlab keldi. Singlim, Ayami. To'lg'ancha jo'ylab uyg'onib ketdim. Ko'zimni ochdim. Meni uyg'otgani Ayda Siyoko edi. Doktorxona boshlig'i qatorliq bir qanchaylan beshimda qarab turibdi. Doktorxona boshlig'i eg'iz ochdi. Bu yerga nima uchun epkilendingiz? Men dadamni o'ltirib atgan. Ular bir-birisiga qarishib atgandan keyin doktorim so'radi. Nimishqa? Chunki dadam bo'lg'usi ayolimni qarlab, uzun yil turmaga soltib atgan. Sizni bu doktorxonaga tanishtirgan do'stingiz-chi? Undaq do'stim yo'q. Uni men o'ydirib chiqargan. Nimishqa? Javob qaytarmadim. Sizning sababingizni anglab baxmoqchimiz. Men o'zimning realligini e'tirof qilgim kelmay, shunga uni to'qib chiqqan. Nimishqa to'qib chiqardingiz? Chunki mening Ayamidan ayrilib qolg'im yo'q edi. Siz bu doktorxonaga kelgili qanchalik bo'ldi? 2 hafta bo'ldi. Doktorxona boshlig'i qishimga kelib o'ltirdi. Mundaq bo'lsin bolam. Bizning qavatqonlarimizning sizning kasalingizning qayta qo'zg'alishining oldini olishini umid qilamiz. Biroq buni haqiqiy darajada sizning qabul qilmaganligingizni jazmlashtirishimiz kerak. Menga yordam qilganligingizga rahmat doktorxona boshlig'i. Rahmat sizga. Doktorxona gulligi. Bemorlar doktorxona gulligida havo yemoqda edi. Men xizmat binosidan chiqib, ularni kuzatgach, bir o'rindiqqa kelib o'ltirdim. Yiroqda doktorxona boshlig'i bilan bir qancha doktor paranglashib-o'tdi. Tuyuqsiz Ayda Siyoko paydo bo'ldi. Ham mendan so'radi. Qanday ahvoling? Har holda yaxshi. Hey o'lgur. Mushundaqmi uzun yo'qab ketamsa? Alayda mahartingni ish qisilib, meni bu yerdan elib ket. Bu yerdan joq to'ydim. U doktorxona boshlig'i turgan tarafga qarab turadi. Qandaq? Bu yerdan chiqib ketishga ishonching bormi? U to'xtamay beshini chayqab-o'tdi. Bu yerda bir ish meni o'yg'isib qo'ydi. Dapaqa. Qaysi ish? Adachi Ayumi doktor? Qaysisining texim nachar bo'ldiganligi. Nimani? Hayvonlardek ongsiz o'lib ketish bilan hammani bilib o'lib ketishning qaysi yaxshi ekanligi. Doktorxona boshlig'i meni chaqirdi. Ham bir qancha muhofizatchi doktorlar bilan mashinaga selib sirtga ekmandi. Xotima. Navbatda Adachi Ayumi operatsiya karvatida menga operatsiyasini kutib turibdi.
uning operatsiya boshlanishga oz qolganda deyilgan eng oxirgi bir eg'iz so'zi bo'lsa, men sarang emasdan iborat edi. Başqa vahimlik ovozliq asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, diqqatingiz